Yanasan. Hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Bormisizlar? Bugun biz yana razborda bugungi ishimiz Lola o'zicha degan musiqiy video. Описаниеga kirganimizda bu yerda juda qiziqarli ma'lumot bor. O'zicha это manifest свободы быть собой. Bu o'zimizcha bo'lganimiz haqidagi manifest. Это сатирическое зеркало общества. Сатирик xalqning oynasidir, в котором внешнее стало важнее внутреннего. Через призму узбекской культуры, где масштаб праздников стал мерилом жизни. Звучит тонкая критика. Лола не осуждает, но приглашает задуматься. Свадьба без клише, сарпа как модный ритуал, осел среди фейк-лакшери, базар чорсу как подиум. Все в этом видео снято по-своему. В духе o'zicha. Qisqasi, bu bizning to'y marosimlarimiz, undan tashqari qanaqadir katta bayramlarni qiladigan urf-odatlarimizga endi urf-odat bo'lib qoldi. Afsuski, men ham полностью qo'shilaman Lolaning fikriga. Lola не осуждает, но приглашает задуматься. Sizlarni, tomoshabinlarni o'ylantirishga chaqiryapti. Не осуждает o'zbek tilida nima bo'ladi? Hukm qilmaydi. Tushundinglar degan umiddaman. Yana bitta narsa, biron bir musiqiy videoni ko'rgan paytingizda обязательно annotatsiya bo'layotgan bo'lsa, ya'ni qisqa bo'layotgan tushuntirish kirib o'qinglar. Albatta bu sizga ishni oldindan уже tushunishga, sizni nima kutishingizni oldindan bu yerda aytishi mumkin. Klipni ustidan ishlagan odamlar: rejissyor Alina Pyazak, DOP Artur Ropot balkim. Uzr agar noto'g'ri aytgan bo'lsam. Butun jamoani bu yerda ko'rsangiz bo'ladi. Menga montajyor qiziq. Endi montajyor ko'radi-da. Editors: Katya Trin, Bahadir Kasimov, Sergey Garabsov. Post production manager Vanya Fedotov. VFX ham bor, color ham bor. Hammasini bu yerda ko'rsangiz bo'ladi. Razborni boshlasak. O'zicha dona, o'zicha olifda, gapirsa qop, o'zicha profi guruh har ishda. O'zicha blogerlar, o'zicha xonanda, o'zicha model, odobli influencerlar. O'zicha hamma, o'zicha aman o'zimcha Lola. Hammani o'ylab boryapman har xil o'ylarga. Go'yoki hammada bitta orzu, bir xil niyatlar. Hammadan katta, hammadan oldinda, hammada bitta, lekin ko'proq bo'lsa bittada. To'y, uy, mashina, to'y, uy, mashina, to'y, uy, mashina, uy, mashina. O'zicha hammang hammani o'zini qo'lida bo'lish oddiy yoki o'zicha bu hayotda hamma narsalar o'zini bo'lsin yo'lida. Hammani o'ylab boryapman har xil o'ylarga. Go'yoki hammada bitta orzu, bir xil niyatlar. Hammadan katta, hammadan oldinda, hammada bitta, lekin ko'proq bo'lsa bittada. To'y, uy, mashina, to'y, uy, mashina, to'y, uy, mashina, to'y, uy, mashina.
voy, это dahshat. Beat, qo'shiq, исполнение, подача hammasi konkret nuqtaga urilyapti. Aynan hozir biz o'qidik-ku annotatsiyani. Nima haqida? Hamma narsa oydin, ochiq, понятно, tushunarli. Odatdagidek biror klipni ko'rgan paytingizda razbordan oldin birinchi bo'lgan hissiyotlaringiz juda muhimroq. Mani hissiyotlarim mana bu aynan muzikalniy video bo'ldi. Klip. Tushunasizlarmi? MTV davridagi kliplarni ko'rgan bo'lsanglar, ular odatda qandaydir развлекательный tempo, ritm orqali sizni jalb qilishga va уже sezmayapsiz vaqt o'tganini. Chunki har bitta kesilish, har bitta musiqa videoga yordam berib, sizni jalb qilyapti ichiga. E'tibor bergan bo'lsangiz, u yerda sakrab, edit qilib, nima uchun? U yerda xoreografiya bor. Ya'ni qanaqadir harakatlar va bu harakatlarni prosta tak bu yerda qilinmayapti va e'tibor bering harakatlarning soddaligida. Soddaligi bu odamni takrorlashga bitta joyi tam amman ta gipnoz sifatida sizni va u yerda zo'r ishlatilgan eng yoqtirilgan joyi, mana mazza qilib ishladigan joyim mana bu joy. Man har xil o'ylarga go'yoki hamda bitta orzu bir xil niyatlar hammadan katta hammadan oldin kamera harakati, xoreografiyaning harakati bir-biriga kelyapti. Men hozir aytgan sodda harakatdan biri bu mana bu ikkinchi qismda mana bu. Soddaligidan siz как tomoshabin bu musiqiy videoning qo'shig'i o'zi rostini aytaman, qo'shiq katta ahamiyatga ega, juda katta ahamiyatga ega. Qo'shiq yomon bo'layotgan bo'lsa, musiqiy video bilan, vizual bilan chiqarib olsangiz, tajriba ko'rsatdiki bu narsa o'xshamaydi. Hammaga ham yoqmaydi bu narsa. Bu yerda Lola professional, o'zining ishini professionali va qo'shiqni qanday qilib podachasini, qo'shiqqa aytilganligini u biladi qanday qilish kerakki, odamlarni o'ynatishga, odamlarni jalb qilishga. Alina Pyazikni biz bilamiz. Alina Pyazik bu Little Bigga musiqiy videolarni olgan, undan tashqari juda ko'p mashhur bo'lgan musiqiy videolarni olgan va uning ishlariga e'tibor bersangiz, Alina Pyazikning o'ziga xos почерк bor. Va bu почерк mana bu yerlarda aniq ko'rsatilyapti. Alina Pyazik yaxshi ko'radi montaj bilan ishlashga. Aynan montajni как hikoyani aytib beruvchi instrument sifatida 100% ga montajdan foydalanadi. Satira bu nima? Satira bu qanaqadir holatda komediya tomonidan bo'rtirilgan holatini ko'rsatish. Masalan, bir baloning kliplari, satirik kliplari, u qanaqadir odamlarni bo'rtirib, grotesk sifatida satirik va shu yo'nalishda ular ko'rsatadi. Teatrda qo'llanilgan janr, yo'nalish, kinoda ham bu yo'nalishdan ko'pchiliklar foydalanadi. Yana men e'tibor bergan narsalarim, bu yerda qo'shiqning o'zi to'y haqida gapiryapti va odamlarni aynan o'ylantiradi. Mana bu joyda aynan qiz как подарок sifatida o'zi ketilyapti. Mana bu o'zi urf-odatga aylandi. Buni mahr deydimi, buni bu sovchilik emas, bu qanday u pridannoyda beradi-yu. Va bu narsalarni satira yo'nalishida ko'rsatilyapti. Bo'rtirib ko'rsatilyapti. Qaranglar, o'ylaninglar. Boshida biz o'qiganimizdek, bu qanaqadir kritika emas, bu o'ylanish uchun qilingan narsa. Agar bizlar to'xtab qolmasak, mana bu yergacha yetib borishimiz mumkin. Yana satiraning zo'r misoli mana eshak o'ynashi. Bizning hayotimizda bu narsa bo'lmaydi. Lekin kinoda, teatrda bu narsa bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu satira tomoni. Mana bu yerda o'zi hamma narsa tushunarli. Montaj bo'yicha aynan kesilishlar davomiyligi juda qiziqarli olingan. Ya'ni hozir razbor qilgan paytimizda har bitta tomonni, har bitta sahnani ko'rib chiqamiz. Mana bu yerda meni xulosam nima uchun biz oxirida biz to'yga qarshi chiqadigan bo'lsak, mana bu butun klip to'yni nimaga olib kelishini ko'rsatadigan bo'lsa, nafaqat to'y, balkim qanaqadir boshqa marosimlar. Aytmoqchi bo'lganim, qanaqadir marosimlarni mana bunaqa katta, mana bunaqa qilishdan
to'xtatish sifatida, bu meni fikrim, to'xtatish sifatida mana shu klip olingan va bizlar mana bu yerda o'ynayapmiz. Bizlar to'yga qarshi chiqyapmiz, lekin o'ynayapmiz. Menimcha mana shu qism aynan ko'rsatish uchun, qaranglar qanaqa to'y bo'lishi. Prosta tak mana bu momentlar olinmagan, eshak o'ynashi, kalyan chekishlar da mazza qilib o'ynashlar. Meni fikrimcha bu даже nardi o'ynayapti, tushunyapsizlar? Meni fikrimcha bu вообще bespredel. Nima uchun bu sahna aynan ko'rsatilgan? Chunki rejissyor meni fikrimcha xohladiki, to'yi aynan marosim sifatida, qachonki mana уже razgar bo'ladi-yu, hamma уже ketdi, tam tuda-suda, shuni ko'rsatmoqchi edi, yon tomondan qanday bu ko'rinadi. Shuning uchun mana bunaqa momentlar olingan, tushunyapsizmi? Maksimal, balkim razbor qilgan paytimda boshqa fikr, boshqa xulosaga chiqarmiz, lekin hozircha men o'ylagan narsam shu. Bu qismi juda понятно, juda tushunarli. Mana bu ham juda qiziqarli. Bular kim? Meni fikrimcha bu yoki Xudsovet yoki qanaqadir agentство ham emas. Tasdiqlaydi-yu, menimcha artistlarni kim chiqishi kerak, kim chiqmasligi kerak, kim menimcha shu. Konkretni qanaqadir elementlar yo'q. Bu пока что meni bir marta ko'rganimdan bo'lgan fikrlarim. Siz ham o'z fikringizni kommentariyalarda yozib chiqing, birinchi marta ko'rganingizda nimani his qildingiz, nimani tushundingiz va yana oxirigacha razbor qilganimizdan keyin yana bir marta yozing kommentariyani tekshirib ko'ramiz. Birinchi hissiyot bilan razbordan keyin chiqqan hissiyotlar qanaqa bo'lyapti. Odatda bular har xil bo'ladi. Endi birma-bir razborga o'taylik. Qo'shiq dahshat. Qo'shiq O'zicha dona, o'zicha olifda. Mana bu kontrabassmi, nima bu? Gapirsan man har xil o'ylarga. Podachaga e'tibor bering. Podacha degan narsa bor. Bu qanaqadir nimani kontekstiga qarab podachangizni o'zgartirasiz. Qiyin, va bu yerda Lolaning podachasiga e'tibor bering. Qanday qilib qo'shiqni aytyapti? Man har xil o'ylarga, go'yoki himada bitta orzu. O'ylarga, ya'ni bu ham kichkina detallar, kichkina detallar. Ko'rinmas detallar, lekin ular aynan detallarda professionallik qobiliyatingiz ko'rinadi. Ana. Man har xil o'ylarga, go'yoki himada bitta orzu, bir xil niyatlar. Hammadan katta, hammadan oldinda, hammada bitta, lekin ko'proq bo'lsa bittada. Man har xil o'ylarga. Uzr. Okey, birma-bir. Ochilish sahnasi bu yerda Dior, bu yerda har xil bizlarda. Yo'q, faqat Dior yana qanaqadir Dior. Qisqasi bunaqa boshlayapmizda. Krupность bo'yicha bu ko'proq krupniy. Da, bu yerda hamma bu Louis Vuitton, Dior, maksimal mana bo'rtirilgan. Satiraning eng zo'r tomoni shundaki, bu yerda bo'rtirsangiz bo'ladi. Estrada degan yo'nalish bor. Estrada qo'shiq emas, estrada aynan aktyor yo'nalishida estrada aktyori degan yo'nalish bor. Bu qanaqa yo'nalish? Bu qayerda siz bo'rtirib qanaqadir komediyni, satirik holatlarni, hayotda bo'lmaydigan narsalarni chiqarib berganingiz. Bu shunaqa yo'nalish desak bo'ladi. Musiqiy videoni satira bilan qo'shib, mana shunaqa qiziqarli bizlarda yo'nalish paydo bo'lyapti. Qiziq tomoni shundaki, satira bu odamlarni kuldirtiradi-da. Chunki bo'rtirilgan, bu hayotda bo'lmaydigan narsa va bu sizni hissiyotingizni uyg'otadi. Lekin odam ichkarida klipni ko'rgandan keyin yoki qanaqadir tomoshani ko'rganidan keyin o'ylanib qoladi. Tushunasizlar? Bu ozgina takoy doveriyega kiradi-yu, lekin mana bu yerda qolib ketib, уже sizni fikrlashga undaydigan yo'nalish. Lekin satirani qilish qiyin, ozgina qiyin yo'llari ham bor. Bachkanaga chiqib ketishingiz mana shuncha joy bor.
Shunda ozgina ko'paytirsangiz bachkana bo'lib qoladi. Birinchi ochilish kadri bizlar maksimalni mana bunaqani ko'rsatyapmiz. Dior, Louis Vuitton bu endi kiyim emas, bu endi prosta sochga qilinadigan narsa. Endi kiyimi qanaqa deb o'ylasangiz bo'ladi. Okay? Lolani ko'rsatyapmiz. E'tibor bering, Lolani bizlar birdaniga mana bunaqa kadrda ko'rsatmayapmiz. Esinglardami suspense degan narsa aytgan edim, ya'ni savol tug'dirish kerak yoki oldingi razborlarimizda men tushuntirgan edim, что birinchi o'rinda odamda tomoshabinda savol tug'ilishi kerak, keyin biz javob berishimiz kerak. Da masalan mana bu yerda kim bu? Bu Lola. Tushunasizlarmi? Okay. Detal. Mana bu o'zi aslida jump cutmi yoki jump cut emasmi? Nima deb o'ylaysizlar? Bu bitta kadrda olingan, albatta, bitta kadrda olingan. Ya'ni bu bitta uzoq, rapid, slow motion kadr edi. Lekin hajmlarga e'tibor bering. Bu yerda bizlar plus minus detal krupniy desak ham bo'ladi-da. Taxminan shu atroflarda. Detal krupniy. Nima uchun detal? Chunki bu yerda oyoqlari ko'rinyapti. Dальше bizlar ketyapmiz. Dальше bizlar общий plandan, ya'ni biz birdaniga urg'u beryapmiz. Kim boryapti? Opa. Menimcha Lola. Okay. Bu bizada ochilish sahnasi va bu yerda mana bu ikkita kadr savol bizada tug'ilyapti. Kim bu? Biz savolga javob beryapmiz. Boshqa kadrda biza otda. Keyingi kadr esa eshakda. Bu ikkita kadrlar aynan menimcha bu bitta lokatsiya, mana aytaylik, mana bitta lokatsiya, ikkinchi lokatsiya, uchinchi lokatsiya, bu ham 3, bu 4-chi lokatsiya, eshak lokatsiyasi. Menimcha bu как lokatsiyalarni ozgina ko'rsatish uchun boshida qo'llanilgan montaj strukturasi desak ham bo'ladi. Struktura paytida hozir sizlar e'tibor berasizlar, mana bizda birinchi sahna, ikkinchi sahna, uchinchi sahna, 4-chi sahna va bu sahnalar hozir bu yerda bir nechta sahnalardan iborat musiqiy video. Bunaqa musiqiy videolarni bizlar razborni qilganbizlar va e'tibor bergan bo'lsanglar, bir nechta sahnalar o'zaro to'g'ri hajmda o'tadi. Va mana bu 4 ta sahna, balkim hozir 5 ta 6 ta, 5 dan undan ham ko'p sahnalar bo'ladi. Qisqasi bu sahnalar o'zaro mana bu yerda balkim o'zaro to'g'ri joylashganini hozir birma-bir siz bilan ko'ramiz. Bu mana bu lokatsiyaga o'tish. To'g'rimi? Nima uchun? E'tibor bering, orqa fondan biz mana bu yerga o'tamiz. Va boshlanish kadrimiz krupniy kadrdan O'zicha donna, o'zicha olifda, gapirsa qop, o'zicha profi guruh har ishda. Bo'ldi, biz birinchi qism tugatdik. Musiqiy videolar qismlardan iborat. Birinchi takt, ikkinchi takt, uchinchi takt, 4-chi takt. Endi kelinglar musiqiy videoning bizlar mana bu yerdan boshlanyapti. Qismlarga ajratsak. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Mana bu keyingi qism. E'tibor bering, keyingi qismga o'tgan paytimizda lokatsiya o'zgaryapti. Musiqani strukturasini ozgina tushunayotgan bo'lsangiz va tomoshabinga qulaylik hissiyotini bermoqchi bo'lsangiz, musiqaning strukturasini tushunishingiz kerak. Aynan tushunishingiz kerak, his qilishingiz kerak emas. Mana bu birinchi qismimiz. Hozir mana bunaqa qismlarga ajratamiz va qismlar o'zaro o'xshash. Birinchi takt, ikkinchi takt va ikkinchi taktning, aytaylik, takt emas, qism. Birinchi qism, ikkinchi qism. Ikkinchi qismning oxirida o'zgarish bo'ladi. Mana bu bitta qism, ikkita qismdan iborat. Bir paftor, 4-chisida nimadir o'zgaradi va umuman boshqacha yangi narsa keladi. Kelinglar shuni tekshiraylik. Okay? Okay? Gapirsa qop, o'zicha profi guruh har ishda. Ikkinchi qism. E'tibor bering sahnaga. O'zicha model, odobli influencerlar. O'zicha.
Ko'ryapsizmi? Uje yangi qismdan biz o'zgartirib beramiz. Nima uchun bu narsa qilinadi? Tomoshabin zerikadi. Musiqada mana shu o'zgarishlarni har aytaylik qismlarda, taktmas qismlarda har mana bir qism, ikki qism yangisi, bir qism, ikki qism yangisi yoki 1 2 3 4 5 6 7 8 yangisi. Da tushunyapsizlarmi? E'tibor bering. Bu kupletga ko'tarilish qismi. Aman o'zimcha Lola. Hamma o'ylab borib har xil o'ylarga. Okay. Kehimda bitta orzu bir xil niyatlar. Okay. Hammadan katta. Okay. Hammadan oldinda. Hammada bitta lekin ko'proq bo'lsa bittada. Toy. Hozir tushuntiraman. Hozir men bu yerda ozgina manipulyatsiya qildim. Qo'shiqning strukturasi qiziq. Menga qo'shiqning strukturasi yoqyapti. Qiziq. Mana bu как вступление, вступительный. Bizlarga kirish bo'lyapti. Mana bu yerdan уже takrorlanyapti, da? Okay. Okay. Bizlarda ko'rasizlarmi? Mana bu strukturada yana hamma narsa qaytarilyapti. Menimcha mana bu musiqiy yo'nalishda buni siz agar musiqiy videolarni montaj qilmoqchi bo'layotgan bo'lsangiz, qo'shiqning strukturasini ozgina bo'lsa ham tushunishingiz kerak bo'ladi. Nima uchun? Har bitta qism o'zini qanaqadir vazifasini bajaryapti. Masalan, mana bu yerda bu qism o'zicha. Bu qism ko'tarilish va undan keyin bizlar tepaga yana ko'tarilyapmiz. Qo'shiqning bu yana ko'tarilish. Yana ko'tarilyapmiz. Oy, mashina. Bo'ldi. Bu yerda как tansivalniy o'ynaladigan qismi. Va bu yerda qiziqarli bo'lgan mana bu bunaqa rangda men qo'shiq qilib berib qo'ydim. O'zicha hammani o'zini qo'lida. E'tibor bering, birinchi qismda bizlar 2 marta mana bu qismni aynan kupletda aytgan bo'lsak, O'zicha dona. da? O'zicha blokerlar. Ikkinchi qism va bu yerda esa biz faqat 1 marta bu qismni aytyapmiz. Hammani o'zini qo'lida. Ya'ni bu yerda bizlarda 8 ta bo'lyapti. Hammani o'zini qo'lida bo'lish yoki o'zicha bu hayot. 5 Hamma narsalar 6 o'zini bo'lsin 7 yo'lida. 8. Mana bu qismni bizlar yana ham qaytaryapmiz. E'tibor bering, mana bu yerda mana bunaqa rangda beray buni-da. Mana bu qism. E'tibor bering bunga va bunga, kadrlarning davomiyligiga. Bu yerda bizlarda zoom out. Menimcha yo'q, bu zoom out emas, bu dolly. Kamerani o'zi orqaga ketyapti. Zoom in, zoom outlar bor, dolly bor. Bular ikkita har xil narsa. Bu yerda bizlarda dolly orqaga qaytyapti. Xuddi shunaqa. Shuning uchun strukturani agar tushunsangiz, qanday nima joylashganligini, buni oddiy qilsangiz bo'ladi. Faqat sanab o'tirib, birinchi marta sanab o'tirishingizga to'g'ri keladi. Ikkinchi o'sha kelajakda oson o'sha как intuitiv bu narsalarni qilishni boshlaysiz. Aytishingiz mumkin, aka bu montajyorlarga kerakmi? Kerak. Temp ritm degan narsa bor. Montajning o'zida temp ritm degan narsa bor. Temp ritmni agar mana bu sanashni bilolmasangiz, temp ritmni ham tushunmaysiz qanday ishlashini. Mana bu yerda e'tibor bering. Hammadan katta. Bit yo'q. Ya'ni mana bu urilayotgan yo'q. Hammadan oldinda. Lekin ikkinchi qismda, ya'ni ikkinchi qism deganimda ikkinchi rivojlanish. Mana birinchi qism deganimda mana bu joyini aytyapman, polniy. Mana bundoq qilib markerlarni qo'ysam bo'ladi. Mana bu yerdan mana bu yergacha birinchi qism. Boshlanish, kuplet, podyom, o'zicha, da mana bu joyi men qanaqa rangda bersam bo'ladi. Mana bunaqa. Da bu o'zicha klipning nomi o'zicha. Buni men как bridge, ya'ni ko'tarilish, ko'prik sifatida aniqladim o'zim uchun. O'zicha. Da bu yerda biz ko'tarilyapmiz va menga eng yoqtirgan joyi Men har xil
o'ylarga go'yoki hammada bitta orzu bir xil niyatlar. Va undan keyin biz to'y Oy mashina va bu yerda proigrish, ya'ni gap aytilmagan joy. Qo'shiqlarning terminologiyasini adashtirishim mumkin, shunga kechirasiz agar adashgan bo'lsam, lekin qismlarni tushunishingiz uchun bu juda kerak bo'lgan narsa. Bu proigrish. Ikkinchi mana bu qismga o'tishimiz kerak. Va prosta tak bu yerda o'tilmayapti. Bu yerda musiqiy kreativlik yo'nalishida va juda qiziqarli bo'lgan urg'uli joyi. o'zicha hammani o'zini qo'lida bo'lish oddiy. Bu mana bu rolini bajaryapti, da? O'zicha model. O'zicha. E'tibor bering, bu yerda o'zicha degan qism yo'q. Lar o'zini bo'lsin yo'lida. Ketdi. Hamon o'ylab borayapman har xil o'ylar. Yana mana bu yerda qarang. Hammadan katta. Hammadan Beat qolyapti. Mana bu ikkinchi qismimiz esa boshqacha. Mana bu yerdan boshqacha yo'nalishda, o'zgacha yo'nalishda berilyapti. Mana ko'ryapsizmi? Birinchi qism, ikkinchi qism va bular ikkita har xil qismlar va har xilligi rivojlanishi bizga eshituvchi va tomoshabin sifatida juda euforiya beryapti. Da, bu yerda уже proigrishga o'tyapmiz. Oy mashina Ikkinchi qism eshityapsizmi? Yangi elementlar qo'shilgan. Bu qo'shiqqa yozgan paytingizda rivojlanish berish uchun bo'ldi. Biz proigrishni uzoq muddatda beramiz. Pika-pi. Okey. Mana bu полная struktura. Tak, to'y mana bu qanday? E'tibor bering, takrorlanganiga mana bu yerdan biz boshlatyapmiz, mana bu yerdan biz olyapmiz. Ikkinchi qismimizda mana bu joyi yo'q, lekin mana bu joyi bizlar mana bu bilan kompensatsiya qilamiz. Da, agar mana buni qo'ysak, taxminan plus minus bir xil struktura bo'ladi. Musiqaning strukturasi qiyin emas, lekin o'zini strukturasi bor. Biz hozir endi musiqaning strukturasini tushundik. Endi bizlarning sahnamizga bu osonchalik qanday qilib rivojlanishimiz kerak, qaysi qismda men boshqa sahnaga o'tishim kerakligini bizlar hozir ko'rib chiqamiz. Buni tushunishingiz kerak edi, lekin mana bu juda qiziqarli struktura, da? Mana bunaqa qo'yilish o'zicha hammang bu narsa mana bu vazifasini bajaryapti desak ham bo'ladi. Ya'ni bu kirish. Da, birinchi qismga, mana bu yashil qismga kirishimiz uchun mana bu polniy mana bu qism bor. Ikkinchi qismimizga kirish uchun mana bu qism bor. o'zicha hammani o'zini qo'lida bo'lish. Bu yerda qisqa kuplet, lekin oxirida proigrish juda katta. Sahnalarga e'tibor bering. Hozir biz mana bu sahnani faqat ko'ryapmiz. Qanday qilib sahnalar o'zgaryapti? Qism birinchi sahna, qism mana bu yerda tugayapti. Ikkinchi sahnani ko'rsatyapmiz. Uchinchi qism boshlanyapti. Uchinchi sahnani ko'rsatyapmiz. Va bu yerda har bitta sahnalar qismlarga bog'liq. Kadrlar oxirida qo'yilgan eshak bizlarga o'zi orqa foni bizlarga mana bu sahnaga o'tishga yordam beryapti. Biz bilamizki, mana bu yerda o'zicha dona, o'zicha mana bu yo'nalish birinchi o'rinda. Yana ko'rasizlarmi? Savol-javob. Lola qo'shiq aytayapti, qayerda qo'shiq aytayapti, taqib ko'rsatilyapti. Odatda kinolarda qanaqa strukturada ishlanadi? Общий plandan крупный planga o'tamiz. Bu musiqiy video. Bu yerda odamlarni lol qoldirish yoki odamlarni qanaqadir qiziqarli metodlar orqali, qiziqarli montaj usullari orqali sizning diqqatingizni jalb olish uchun nabarot boshlashi ham mumkin.
da bizlarda bu yerda krupniydan boshlab bizlar keyin qayerda ekanligini ko'rsatyapmiz. Bu bizlarda yana janrimiz satira plus minus komediya tomoni bor va mana bu narsa komediyani bizlarga beryapti. Ito уже eshakni ko'rganimizdan keyin eshakdan keyin Lolaga o'tyapmiz. Bizlar qarama-qarshi bo'lgan ikkita kartinkani bir-biriga qo'yamiz va bizlarda hissiyot uyg'otadi bu narsa. o'zicha dona, o'zicha olib. Mana bu esa двойной, тройной sizni hissiyotingizni uyg'otadi. Qayerda o'tiribdi, qayerda yotibdi. Bundan oldin biz mana bunaqa lokatsiyani ko'rsatdik va bu lokatsiya mana bunga aylandi. Olifda gapirsa qop-qop o'zicha prof. Gapirsa qop-qop. Mana bu qaytarish, bu double cut, double cut, jump cut ikkalasi birga qo'shilgan. Даже jump cut ham yo'q bu yerda, просто double cut. Ya'ni bitta harakatning davomi, ya'ni bitta harakat qaytarilyapti. Yana. Gapirsa qop-qop o'zicha. Va ko'rsatganimizda bizlarda scale, ya'ni ko'taryapmiz mana bu yerda. Mana bundoq qilsak ham bo'ladi. Masalan, mana bu qismni olib mana bu qop degan joyga mana bunday qo'yib, Gapirsa qop, gapirsa mana bundoq qiladi. qop. Qop-qop. Gapirsa qop-qop o'zicha prof. Gapirsa qop-qop o'zicha prof. Gapirsa qop-qop o'zicha prof. Gapirsa qop-qop o'zicha. Tushunasizlar, ya'ni bitta narsani 2 marta qaytarib qo'shiqga moslashib, qanaqadir montaj orqali siz odamlarni qiziqtiryapsiz. Da? Gapirsa qop-qop o'zicha prof. Guruh har ishda. Bizlarda esimizda bo'layotgan bo'lsa, bizlarda asosiy qism bor. Mana buni asosiy qism deylik. Da? Mana bu yerda yana общий planda bizlar turibmiz. Mana bu ham asosiy qism, faqat buning krupniy qismi. Buni ajratganimizda bizlar tushunishimiz mumkinki, buning strukturasi juda oson. Первый среднийdan общийga o'tyapmiz. Общийdan keyin biz qahramonlarni ko'rsatyapmiz. Chapdan o'ngga. Da? Balki mana bu personajni ham men ham ko'rsatar edim. Gapirsa qop-qop o'zicha prof. Guruh har ishda. Hatto men bu qismga yetmasligi mumkin. Prof. Guruh har ishda. Mana ko'rsatdik. Yaxshi. Struktura bu yerda mana osonligini ko'ryapsiz. Osonligi deganimda struktura joyida. Ya'ni lishniy narsa bu yerda yo'q. Lola, moё почтение. Дальше. O'zicha blokerlar. Mana bu narsaga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Shunaqa bo'lishi mumkin, qachonki kamera olgan paytida qanaqadir obyektni oldi-yu va panoramani kech berdi. Shu paytda nima qilsangiz bo'ladi? E'tibor bering mana bu kesilishga. Ko'ryapsizmi? Kesib panoramani boshlanish joyini yoki ozgina framelardan o'tib panoramani qo'ysangiz bo'ladi va bu juda beshovni, ya'ni ko'rinmas kesilishga o'tib qoladi. Agar mana shu kadrni polni ko'rsak, O'zicha ko'ryapsizlarmi? Mana bu yerda biz вообще boshqa kamera turgan edi, panorama qildi. Mana bu yerdan mana bu nuqtaga o'tgan payti, mana bu o'rtadagi kadrni o'chirib tashladik. Va shu ikkalasini birga qo'shdik. o'zicha Va bu juda zo'r ko'rinyapti. Boshqa sahnaga o'tgan paytimizda panorama mana bu yerda boshlanyapti. Ya'ni 1, 2, 3 framedan keyin boshqa sahnaga bizlar o'tamiz. o'zicha blokerlar. O'zicha xonanda. Kamerani ishlashi juda zo'r, menga yoqyapti. O'zicha Bilmayman, yoki bu kamerani o'zida zoom qilingan. Menga hozircha bilinmayapti, bu kamerada zoom qilinganmi yoki digital zoom qilganmi? o'zicha blokerlar. O'zicha xonanda. Yaxshi. Через shtorka bizlar o'tamiz boshqa sahnaga. Xonanda. O'zicha model. Mana bu yerda bitta lishni frame ni olib tashlar edim. Mana ko'ryapsizmi? Panorama boshlanyapti. O'zicha model. O'zicha model. Hatcha e'tibor bering, mana bu yerda bo'lgan harakatlarga O'zicha model. va mana bu yerda bu harakatning davomi. O'zicha model. Ya'ni bu yerdan O'zicha model. endi kamera harakatlanayotgan paytida mana kamera harakatini qilyapti, panoramani boshlayapti. Keyingi kadrda biz mana bu yerdan bu yerga o'tamiz.
O'zicha model, Qani agar mana buni joyini o'zgartirsam, o'zicha model, odobli, o'zicha model, ya'ni bu yerda men yo'nalishni o'zgartirib, flip qilib, kameraning harakatini davom ettirdim. o'zicha model, Ko'rasizmi? Ya'ni mana bu yerdan biz yana harakatni davom ettiramiz. Hop, e'tibor bering kameraning harakatiga, chapdan o'ngga. Kamera bu yerda chapdan o'ngga ketyapti va bu yerdan chapdan o'ngga harakatini davom ettiryapti. Cut on action, ya'ni montaj po faze движению. Buni agar orqaga qaytarayotgan bo'lsak, bu kesilish ham juda yaxshi ko'rinyapti. Nima uchun? Kameraning harakati chapdan o'ngga qimirlayotgan bo'lsa, keyingi kadrimizda bizlarning ko'zimiz bu harakatning davomini ushlashga harakat qiladi. Panorama, baq harakatning davomi va mana bu yerda. Diqqat mana bu yerga qaratiladi. Nima uchun? Chunki bu yerda rang boshqa ranglardan ko'ra juda yorqin, da? Bu yerda ham xuddi shu sariq rang, lekin bu rangimiz svet orqali chiqarilgan va tepaga ko'tarilgan. Kompozitsiyaning qonunlariga oid nimadir teparoq bo'layotgan bo'lsa, diqqatimiz shunga qaraladi, nimadir kattaroq bo'layotgan bo'lsa, diqqatimiz shunga qaraladi yoki nimadir yorqinroq bo'layotgan bo'lsa, diqqatimiz shunga qaratiladi. Bu ham montajga bog'liq. Aytgancha montaj po kompozitsiya degan narsa bor. o'zicha model, odobli, influencerlar, o'zicha, Yaxshi. Keyingi kesilishimiz qiziqarli. Juda ko'p shunaqa kesilishlarni men ko'rganman. o'zicha, Ochilish sahnasi, bizlar yangi sahnaga o'tyapmiz. E'tibor bering, bizlarda qo'shiqning qismi o'zgargani bilan bizlar yangi sahnani ko'rsatyapmiz. Okay, bular kim? Men uchun bu xudsavet hozirgacha ham. Bu yerda bizlar dialog sifatida bu sahnani terdik. Bu sahna aynan mana bu sahnamiz aynan shtorkalar orqali, shtorka deganimda mana bu yerda e'tibor berasiz, mana bu shtorka vazifasini bajaryapti va sahnadan sahnaga o'tishga bizlarga yordam beryapti. Bu sahnalarning temp ritmi bu yerda juda katta. Kadrlarning davomiyligi bu yerda qisqa, bu yerda akkuratna, bu yerda katta hajmda va mana bu qismimiz esa dialog sifatida olingan. Bu narsa oldindan o'ylangan. Alina Pyazik mana bu sahnalarni по-любому oldindan o'ylab, qandaydir har bitta qismni urg'uli qilib, qanaqadir ma'noni bergan shu qismlarga. Bu yerda dialog sifatida bizlar o'tyapmiz. Lola nimadir deyapti. Bu yerda kimdir rad javobini beryapti. o'zicha, Ustidan kulyaptimi, o'ynayaptimi? Okay. Dальше bizlar e'tibor bering. Bu yerda biz общий planda turibmiz. Nima uchun общий? Chunki полностью turganlarda mana bu yerda oyoqlar bo'ladi yoki bu второй средний. Общийdan второй среднийga o'tadigan kadr, da? Ko'proq общий. Bu yerda Lolani общий planda ko'rsatyapmiz, ya'ni uning pozitsiyasi o'zgarmayapti. Bularning pozitsiyasi o'zgarib, Lolaga yaqinlashyapti, da? Endi bularni krupniy qilib, ularning emotsiyasini ko'rsatyapmiz. o'zicha, Lolaga yaqinlashyapmiz. Qanday qilib? Mana bu yerda biz общий yaqinlashyapmiz. Mana bu yerda bizlar уже dolly kameramiz bilan kelyapmiz. Butun bu kadr boshidan oxirigacha kamera oldinga kelishni boshlayapti. Bu yerda общий yaqinlashyapmiz. Yaqinlashyapmiz. o'zicha, Va bu kadrlar dialog sifatida olingan. Lola qanaqa javobini berganligini ko'ryapsiz. o'zicha, Yana bizlar qaytdik. Bu уже digital zoom. aman o'zimcha Lola, Yana yaqinlashdik. Ko'rasizlarmi? Ya'ni har bitta yaqinlashgan paytimizda ikkinchi qahramonni ham yaqinlashtirdik. Bu xato bo'lar ediki yoki даже xato emas, bu sahna ozgina tushunarsiz bo'lar ediki agar bizlarda mana bu yerda yaqinlashgan paytimizdan keyin Lolani общийda yana ko'rsatsak, agar ozgina tushunarsiz bo'lar edi. Ya'ni biz nima uchun shuncha yaqinlashdik? Nima uchun? Va mana bu oxirgi kadr, kiyimni yechgan kadri bizani ustga kiyimini yechgan kadri bizlarni boshqa sahnaga o'tkazishi yoki yaqinlashgan paytimizda Lolaning oxirgi gapi javob sifatida o'tyapti. o'zicha, aman o'zimcha Lola, hamma o'ylab, Endi mana bu juda qiziqarli, menga yoqgan qism va bu qismni bizlar mana bundoq rangda bersak, davaychi mana bunaqa rangda beramiz. Eng uzun kadrlardan biri mana shu 8 sekundu 10 frame va bu kadr bizlarni jalb qilyapti. Ko'raylik. Lola,
Hammani o'ylab boryapman har xil o'ylarga. Go'yoki hammada bitta orzu, bir xil niyatlar. Okey. Va bu kadrning как будто bu kadrni ko'rgan paytingizda sizga bu kadr qisqadek ko'rinadi. Nima uchun? Chunki kadrning o'zida harakat bor va undan tashqari bizlarda VFX, visual effect bor. O'ylab boryapman har xil o'ylarga. Go'yoki Bu yerda ikkita zoom orqali qilingan. Birinchi zoom digital zoom, biz Lolani to'g'ridan to'g'ri qaysidir holatga keltirdik, pozitsiya va scale'larni tushirib va oxirida qaysi pozitsiyada turishimizni, ya'ni ishodning boshida bo'lgan pozitsiyada qoldirdik. o'ylab boryapman har xil o'ylarga. Ko'rasizmi? Ya'ni kameraning tepada pastga bu ikkita harakatning bir-biriga qo'shilishidan. Ya'ni bizlarda digital zoom out va kameraning o'zi dolly bo'lishi uchun. Shunaqa qilishingiz mumkin, qachonki dolly bilan o'zingizning digital zoomni qo'shgan paytingizda sizda dolly zoom effekti paydo bo'lishi mumkin. Va bundan tashqari bizlarda ana bu yerda ornamentlarimiz harakatlanyapti, orqa fondagi ornamentlarimiz harakatlanyapti. Bu yerda rotoscoping va hokazo va hokazo. Bu hamma narsa VFX ga to'g'ri keladigan effektlar. Oxirida ko'rgan bo'lsangiz, titrlarda juda katta VFX komandasi, jamoasi bor. Go'yoki hammada bitta orzu, bir xil niyatlar. Juda kачественный qilingan. Hammadan katta, hammadan oldinda, hammada bitta, lekin ko'proq bo'lsa bittada. Okey. Qiziq tomoni shundaki, biz statikadan kameramiz harakatlanyapti, lekin qahramonimiz harakatda emas. Ya'ni qanaqadir reski harakatda emas biz. Go'yoki hammada bitta orzu, bir xil niyatlar. Hammadan Va birdaniga qo'shiq qismiga o'tamiz, ya'ni kontrast. Montaj qilgan paytingizda juda zo'r ishlaydigan kesilishlar bu kontrast kesilishlari. E'tibor bering, bu yerda qismimiz o'zgarganida bir xil niyatlar. Hammadan katta, bu boshqa qism. Bu birinchi qism. o'ylab 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 yangi qism. hammadan katta, hammadan oldinda, 3 hammada bitta, lekin ko'proq bo'lsa bittada. yangi qism. Ko'rasizmi, hamma narsa joy-joyiga qo'yilgan, har bitta sahnaga, har bitta qism to'g'ri kelyapti. Va bu bizlarda yangi qism bo'lgani uchun mana bunaqa rang deb beramiz. Buni ham xuddi shunaqa strukturada bizlarga bu kerak bo'ladi. Mana qo'ydik. Va qo'shiq sahnasiga bizlar o'tyapmiz. Hammadan katta, Musiqiy videolarda juda zo'rki, qachonki sizning kamerangiz harakatga moslagan bo'lsa, undan tashqari operatorga montaj orqali siz yordam berishingiz mumkin. hammadan katta, Da mana bu yerda masalan harakatimizni bizlar mana shundoq ushab olamiz. Pastga ozgina tushirtirib, mana bu yerda klutchi qo'yib, hammadan ko'rasizmi? Ya'ni biz digital pozitsiyalarni o'zgartirish orqali operatorimizga yordam berishimiz mumkin. hammadan katta, Bu operatorning ishi. Bu hozir harakatlanishi operatorning ishi va bu narsa juda zo'r olingan. Montaj qilgan paytingizda, dubllarni tanlagan paytingizda ham har bitta nafaqat aktyorlarning, tansorlarning harakatiga e'tibor bering, balki kameraga ham e'tibor bering. O'sha dubllarni tanlagan paytingizda, aynan musiqiy videolarda bu kameraning qo'shiqga tushgan temp va ritmi katta ahamiyatga ega. hammadan oldinda, hammada bitta, lekin ko'proq Yana shu struktura bizlarda asosiy qism mana bu va ularning orasida bizlar B-roll sifatida ikkita kadrni qo'yamiz. Bu narsa mana bu narsaga o'xshaydi. Bizlarning asosiy kadrimiz mana bu ikkalasida, asosiy joy mana bu va bular B-roll sifatida ishlatilyapti. Mana sahnani bizlar ko'rsatdik. Bu yerda bizlar tushuntirdik, bu dialog sifatida, bu bitta katta kadr orqali bizlar ko'rsatamiz. E'tibor bering, har bitta montaj strukturasini, aynan montaj sahnalarini montaj qilish strukturasi
ajralyapti. Boshqa. Bu yerda ham taxminan shunaqa narsa, asosiy rol, B-roll va mana bu asosiy rol. Bu yerda dialog sifatida bizlar ko'ramiz. Bu yerda bitta uzun kadr, bu yerda asosiy qism, B-roll, asosiy qism. Lekin ko'proq bo'lsa bittada. Yana biz transition orqali boshqa sahnaga o'tyapmiz. Oy, mashina. Oy, mashina. Bu bitta sahnani bizlar ko'rsatyapmiz va bu bitta kadr orqali bunaqa effekt hali bu yerda bizlar ko'rmadik. Ko'rasizmi? Ya'ni Alina Pyazak montaj orqali hikoyani aytib beryapti. Bu narsa oldindan etib berilgan. To'yda nima bo'layotganligini bizlar ko'rsatyapmiz va to'ylar nimadan iboratligini da zo'r qilingan. Oy, mashina. Okey, boshqa sahnaga opять yana qismga qarab 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 8 1 2 3 4 va boshqa sahnaga bizlar o'tamiz. Bu yerda biz aynan bu sahnani bizlar tushundik, to'g'rimi? Bitta katta uzun kadr va bu kadrda bizlarda aytaylik stop motion da har bitta kadrda bizlarda yangi element paydo bo'lyapti va asosda bu yerda o'rtada Lola turyapti. Undan tashqari bizlar zoom in qilib va как будто bitta sahnani bunaqa kesilish orqali как будто bu bitta общий dubl, da bitta katta dubl o'ylangan, qilingan va keyingi kadrimiz detaldan boshlanyapti. Переход. Tak, bu qilingan переходmi? Qilingan demoqchiligim syomkada qilinganmi yoki VFX orqali qilinganmi? Chunki VFX bo'lsa juda zo'r qo'yilgan, bu kadr oldindan qo'yib, keyin уже переход qilinyapti. Da? Bu bizada podarka bo'layaptimi? Podarkada ko'rsatib. Bo'ldi. Intellektualniy montaj. Ko'raylik. Ko'rasizmi? Bantik va bu bantik mana bu yerda bor. Ya'ni qiz qavat emas. Qiz mana bu qushga o'xshab vkletki. Buning ichida. Va bu intellektualniy montaj, siz ikkita kadrni ko'rib, qanaqadir yangi xulosaga kelyapsiz. Bu bunga o'xshayapti. Bu bunga o'xshayapti. Oy, mashina. Oy, mashina. Bo'ldi. Bu yerda ya'ni shtorka orqali montaj bo'lyapti. Har bitta sahna qanaqadir montaj orqali o'tilyapti. Har bitta sahna qanaqadir transition orqali o'tilyapti. Mana bu yerda bizlarda transition yo'q, lekin bu yerdan bu yerga o'tganimiz aynan transition orqali qilinyapti. Har bitta sahna qanaqadir o'zgacha o'tishlari bor. Oy, mashina. Oy, mashina. Okey, bu yerda biz jump cutdan foydalanyapmiz. Mana bu yerda jump cut to'g'ri qo'llanilgan. Nima uchun? Bitta gap oldinda esimizdami? Mana bu yerda bizlar double cutlarni qilgan edik. Xuddi shu narsani mana shu yerda bo'lyapti. Va bu double cutlar qilgan paytimizda e'tibor bergan bo'lsangiz, u yerda zoom in bo'lyapti. Ya'ni scale katta qilyapmiz. To'y. Ko'rasizmi? Ya'ni har bitta so'zga kesilish bo'lib, biz mana shu double cutlar orqali buni ko'rsatyapmiz. Men buni bundoq qilar edim, agar men xuddi shu effektni qilmoqchi bo'layotganimizda. Da yana bir marta ko'rsatar edim. Da чтобы явный double cut bo'lishi uchun.
Tushunyapsizmi? Ya'ni явный ko'rsatish uchun double cutlar qilish. Meni fikrimcha, mana bu kesilish shu uchun qilingan. Kukla sifatida berilyapti. Kuklalar qanaqa? Bosasiz, u bitta gapni aytadi va u bu gapni paftor qilib aytadi. Menimcha mana bu kesilish shunaqa fikrni, shunaqa montaj g'oyani berish uchun qilingan. Ya'ni obratni bizlar qushga o'tyapmiz va ikkita har xil holatini e'tibor bering. Qushning qo'shiqga qarab harakatiga, ya'ni boshini ko'targan payti. Ya'ni bu ham qo'shiqga tushyapti. Harakat montaj qilgan paytingizda kesilishlarni qo'shiqga qarab kessangiz bo'ladi. Okey. Lekin eng zo'r tomoni qachonki qismning o'zida qo'shiq, mana bu qo'shiq ovoziga e'tibor beraylik. Ta da. Va qushning harakati. Ya'ni siz sinxron qilyapsiz. Videoda bo'lgan harakat qo'shiqning harakatiga mos kelyapti. Nafaqat siz kesilishi bitlarga qarab qo'yasiz. Bu ham juda zo'r effektni beradi. Bu yarim. Transition, speed ramp. Transition. Birinchi sahnadan bizlarda mana bu narsa kutilyapti. Bu birinchi sahna edi bizda. Birinchi sahna mana bunaqa rangda edi, da. Okey. Bizlarda ma'no bo'yicha sarpo-parpolarni berdik, da, mashina ketdi. Endi nima qilamiz? Xursand bo'lamiz, mazza qilib. Tipa bo'ldi, mana mazza qilamiz. Opa. O'zicha ham men. Yaxshi. Dolly zoom. Orqa fonga e'tibor bering. Lola o'z hajmida turibdi, lekin orqa fonimiz bizlarda orqaga qaytyapti. Mana bu dolly zoom. Qachonki orqa foningiz orqaga qaytib yoki ochiladi, главный obyekt, asosiy obyektingiz o'z hajmida qoladi. Bu dolly zoom. Juda zo'r effekt. Men o'ylayman, buni postda qilinganmi yoki menimcha post. Da, postda qilingan. Effekt, переход. Obraz juda chiroyli, juda dahshat obraz. Hammani o'zini qo'li. Okey, mana bu sahnani bizlar mana bundoq qilamiz. Dalshi yangi qism. Hammani o'zini qo'lida bo'lish oddiy yoki o'zicha bu hayotda hamma narsalar o'zini bo'lsin yo'lida. Xuddi shu struktura, ya'ni bizlarda asosiy qismimiz bor va bu yerda birollar, ya'ni qayerda nima bo'layotganligi. Hammani o'zini qo'lida bo'lish oddiy yoki o'zicha bu hayotda hamma narsalar o'zini bo'lsin yo'lida. Bu как obraz sifatida zo'r turishi mumkin-da. Divanning ustida, divanni kritik balkim. Hammani o'zini qo'lida bo'lish oddiy yoki o'zicha bu nima qilyapti? Kritika qilyapti-da balkim. Как divanni kritikni, bu kim, tsiganmi bu? Ot turibdi bu yerda, sena, ot, balki, pony. Okey, dalshi. Vuy. Tezlanganmi bu kadr? Yo'q, kadr tezlanmagan. Kameraning o'zi harakati. Kameraning harakati juda menga yoqyapti. Aynan kameraning harakati qanaqadir hayotni beryapti klipning o'ziga. Yana dolly zoom. Bizlarda mana bu qaytaruvchi orqaga qaytariladigan kadr. Mana bu qismimizga e'tibor beraylik. Dolly out da orqaga dolly qilyapmiz, kameramiz orqaga ketyapti. Bu yerda ham xuddi shunaqa kameramiz orqaga ketyapti. Bu endi 4 sekunda 12 frame bo'lyapti kadrning o'zi va bu bizlarda mana bunaqa. Okey. Mana bu kadr o'zi menga vash.
kayf, dinamika, kadrning o'zi, go'yoki hammada bitta obraz, she dahshat. Menga nimasi yoqyapti, e'tibor bering harakatlarga. Bizlarda kichkina harakat ketyapti. Как sizni metrichеский montajga o'xshagan narsa bo'lyapti, sizni zombiroid qilyapti, jalb qilyapti kadr. xil o'ylarga E'tibor bering, bu yerda kam harakat go'yoki va mana bu harakatni tezlashyapti. Aynan kadrning o'zida dinamika oshiryapti. Agar men shundoq tursam va men bunaqalarni qilsam, dinamika oshiradi. Dinamika deganimda statika borda aytaylik va mana bu dinamika. Tepaga ko'tarilish, pastga tushish bu dinamika. Harakatning boshlanishi. Statika bu harakatsiz. Bu yerda harakatimiz bor, lekin mana bunga nisbatan mana bu va mana bunga nisbatan mana bu yerga va mana bu har xil kam. Mana bu yerda kam harakat. Mana bu yerda harakat ko'tarilyapti, mana bu yerda derski harakat. Вообще kayf. hammada bitta Yana bir marta ko'ramiz. Ya'ni harakat statika ozgina ko'taramiz. Litso, qo'l, harakat. borayapman Nima uchun bu muhim narsa? Chunki mana bunga e'tibor bering. borayapman har xil o'ylarayapman har xil o'ylarga go'yoki hammada bitta go'yoki hammada bitta Sezyapsizmi? Ya'ni bu yerda bizlarda harakat ko'tarilmayapti. Ozgina ko'tarilyapti. Undan keyin men buni qo'yayotgan bo'lsa, borayapman har xil borayapman har xil tushyapti. No, muncha ham yaxshi emas. Endi mana bu kadrning ko'tarilish, ko'prik vazifasini bajaryapti. Ko'prik nima uchun? Harakatning mana bu kadrga o'tishimizga. o'ylarga go'yoki hammada bitta orzu bir xil niyatlar Zo'r. Bu qismimiz ikkita sahnadan iborat. Mana bu zoom out sahna, dolly out sahnasi. Buni qaytarishimiz uchun, ya'ni mana bu risonak deydi, rasmni qaytarishimiz uchun bu yerda ham bizlar zoom out beramiz, dolly out beramiz qaytarishimiz uchun. Keyin ikkinchi qismiga mana bu qiziqarli joyi go'yoki hammada bitta orzu bir xil niyatlar perеход simmetriya bo'lgani uchun bizlar mana bunaqa effektni qo'yamiz. Endi bizlar bu yerda qaytamiz boshqa sahnaga, mana bu sahnaga qaytamiz. Ozgina bo'lsa ham ko'rsatamiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, bizlarda boshida birinchi sahna, ikkinchi sahna, uchinchi, to'rtinchi, beshinchi, undan keyin o'sha sahnalarni aralashtirib ketamiz. Buni qilsa bo'ladi, qachonki sizda rivojlanish bo'layotgan bo'lsa. bitta orzu bir xil niyatlar Bizlar o'sha rivojlanishga kelyapmiz, shuning uchun mana bu qismlar bir-biriga aralashib ketyapti. Mana bu qismni keyin mana bunaqa qilib hammadan katta hammadan oldinda hammada bitta lekin ko'proq bo'lsa bittada hozir mana bu sahnani detalli ko'rib chiqaylik. Tak, mana bu sahnani biz tushundik. Ikkita sahnadan iborat. Mana bu mana buni qanaqa rangda beramiz? Mana shunaqa rangda tursin. Bu bunaqa rangda. Mana bu esa bizlarda yashil rang va obratni mana bu yerga bizlar qaytamiz. Yashil rang, obratni bu yerga qaytamiz. Yashil rang va mana bu sahnamiz. Tak, bo'lmasa bu sahnani qanaqa rangda bersam bo'ladi? Mana bunaqa rangda beray. Bu yerga bu va mana bu ikkita podrat sahna ketyapti. Ya'ni bu yerda qanaqa risonak bo'lyapti. Mana bu asosiy sahna ekanligini qayerdan bilsangiz bo'ladi, agar uning umumiy vaqti katta bo'layotgan bo'lsa, va ko'p ko'rsatilayotgan bo'lsangiz, shu asosiy bo'ladi. Bular yordam beruvchi. Bu yerdan bunga o'tish uchun yordam beryapti. Mana bu ikkita sahna, mana bu ikkita kadr. E'tibor bering, aralash sahnalar mana bu yerda boshlanyapti. Nima uchun? Bu yerda har bitta sahna o'z joyida turibdi. Ranglar bir xil. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 o'tish sahnasida va bu yerda
Va mana bu yerdan bizlarda boshlanyapti aralash kadrlar. Bu bizlarda tomoshabin sifatida rivojlanishni beryapti. Ya'ni oxirida o'sha oxiriga kelgan paytda sahnalarni bir-biriga aralashsangiz bo'ladi. Boshida agar bu narsani qilayotgan bo'lsangiz, o'sha hamma narsani, hamma sahnalarni ko'rsatgan bo'lasiz. Уже дальше нечего смотреть. Ketdik, sahnalar aralashyapti. Bu yerda machkat. Hammadan oldinda, hammadan katta. Hammadan oldinda, Agar mana shuni ikkita sahnani podrяд qo'ysak, специально hammadan katta. Hammadan katta. Hammadan oldinda, ya'ni bu yerda biz явно ko'rsatar edikki, что bu sahnaning o'zini strukturasi bor. Hatto mana bu ikkita o'ynash o'z strukturasiga ega. Ya'ni bizlarda o'ynayapmiz, zoom, dolly in. Biz naезд qilyapmiz, o'ynayapmiz, naезд. Ikkita sahnani ko'rsatyapmiz. hammadan katta. Hammadan oldinda, Menimcha, hammadan katta. Hammadan oldinda, okey, явно qilib ko'rsatar edik. Bu yerda ham o'zini strukturasi bor. Qo'shiq, zoom in, ya'ni dolly in, podrяд machkat sifatida qo'yilgan. Machkatning ko'rsatish belgilaridan biri forma bir xil. Machkat har xilligi bor. Agar ko'rgan bo'lsangiz, smyslovoy machkat bor. Ya'ni ma'noviy machkat. Mashhur bo'lgan kadrning o'zi spichkani ushab qilgan paytda biz quyosh tushishini ko'rsatyapmiz. Bu ma'noviy machkat. Bu yerda forma orqali birlik bor. Ma'no orqali emas, forma orqali. Tushuntirib oldim degan umiddaman. hammadan oldinda, hammada bitta, lekin ko'proq bo'lsa bittada. B-roll va lip sync trekovый qismi. Ya'ni birinchi qismda bizlar qo'shiqni aytyapmiz, ikkinchi qismda bizlar qo'shiqni aytmayapmiz. Musiqiy videongiz agar juda raznoобразный bo'lishini xohlayotgan bo'lsangiz, faqat va faqat qo'shiq aytadigan joylarni qo'ysangiz, odam charchaydi. Namuncha bu ko'p qo'shiq aytyapti degan fikrda bo'ladi. Shuning uchun net B-roll kadrlarni qo'ying, artist bilan qo'ysangiz ham bo'ladi. Ya'ni artist обязательно qo'shiq aytyaptimi va bu joyda qo'shiq aytishi kerak degan fikr bu ozgina raznoобразный bo'ling. Eksperiment qilishga qo'rqmang. Bu yerda xuddi shu lip sync, bu yerda trekovый qismimiz, bu yerda esa gapirmayapmiz va prosta obrazni beryapmiz. Ko'proq bo'lsa bittada. Uy, mashina. Uy, mashina. Uy, mashina. Uy, mashina. Okey, mana bu sahnani hozir detalli ko'ramiz. E'tibor bering, mana bunaqa priyom boshlash aynan musiqiy videolarda odamlarni qiziqtiradi va bunaqa priyomdan hozirgi paytda как будто bu ko'pchiliklar foydalanyapti. Bizlar krupniy planda yoki detalniy planda ko'rsatyapmiz, keyinchalik esa nima bo'lishini ko'rsatamiz. Bu odamlarda savol tug'diradi. Nima bo'layapti degan savol. Men aytadigan klassik montajlarda, klassik kinolarda odatda общий, keyin qayerda sodir bo'layapti, nima sodir bo'layapti. Bu yerda nima sodir bo'layapti va qayerda sodir bo'layapti. Bu struktura o'zgarishi tomoshabinni aynan musiqiy videolarda buni juda zo'r o'xshayapti. Mana hozir ko'ramiz bu narsani. Menga yoqyapti bunaqa struktura, ya'ni bizlarda krupniydan keyin общийni ko'rsatamiz. Qayerda bu narsa bo'lganligini. Nima bo'layapti degan savolni beryapmiz. Montaj po fazi движения, ya'ni bizlar bu yerdan turib, dальше turamiz. Bizlarni osonchalik bitta kadrdan ikkinchi kadrga o'tishimizga yordam beryapti. Bu общий, bu первый средний, общий. Lekin montaj po fazi движения bo'lganligi uchun va kadrning o'zida harakati juda sinxron bo'lgani uchun bizlarda bu qulaylikni beryapti. Va bular aynan sahnani o'zi montaj bilan birga ishlatilgan. Yana bir marta первый средний, общийdan. E'tibor bering, bizlar statika, naезд. Yana bu yerda montaj po fazi движения. Ozgina mana bunday qilardim.
Ya'ni bu yerda detalni bizlar mana bu yerda to'xtab qo'yamiz. Urg'u berib qo'yamiz. Отъезд. Da обратно mana bunga o'tamiz. Mana bu bizda asosiy qism. Bu yerda montajniy jump cut. Aynan scale down, scale up, scale down. Mashina toy, 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 toy. Uy, mashina toy. Mana bu joy menga juda zo'r yoqyapti. Odamlarning harakati kamera bilan moslashgan. Juda moslashgan va sinxron ketyapti. Bu yerda nafaqat qo'shiq, xoreografiya, balkim operatorning ishi qo'shiq bilan sinxron ketyapti. Nafaqat qo'shiq bilan, balkim qahramonlar bilan sinxron ketyapti. Uy, mashina toy. E'tibor bering, mana bu yerda harakat boshlanyapti. Dальше mana bu yerga o'tamiz. O'ngga, chapga qarayapti. Pa kamera o'ng, ulardan chapga. O'ngga qarayapti va bu yerda kamera, yana kamera betga o'tyapti. Menimcha bu kamera digital panorama emas. Yaxshi, va bu reaksiya. Qanday qilib bu bo'layotgan sahnaga bularning reaksiyasi. Uy, mashina. Bu yerda mazza qilib qo'yamiz. Bo'ldi, bu yerda biz maksimalniy atrifni ko'rsatyapmiz. Mana bu yerdan boshlab oxirigacha bizda atrif, полный atrif. Taxminan sahnalarimiz mana shunaqa bo'lyapti. E'tibor bering, men aytgandek, yangi qism, yangi sahna. Da har bitta qismda bizlar qanaqadir boshqa rangga ko'rsatyapmiz va bu ranglar o'zi paydo bo'lmagan. Kelajakda o'zingizning musiqiy videoni qilmoqchi bo'lsangiz, mana shunaqa juda yorqin va qiziqarli sahnalar bilan qo'shsangiz bo'ladi. Bu yerda har bitta qism aynan qismga qarab ajratilgan. O'zingiz esa mana bu qismlarni bitta qism deb, bitta qism uchun sahnani topsangiz bo'ladi. Lekin e'tibor bering, sahnalarning o'zi ichida qiziqarli ma'lumot bo'lishi kerak. Mana shuni bitta ajratsak, bu yerda biz Lolani ko'rsatyapmiz. Bundan keyin bizlarda o'yin boshlandi. Bo'ldi, mana bu sahnalarni tepaga ko'targan sahnalarim personajlar, holatlar, da personaj, Lola, personaj yoki holat. Bo'ldi, Lola. Mana bular asosiy qismlar, sahnaning asosiy qismlari, ya'ni asosiy qism deganimda o'yin bo'lyapti, da. Va keyinchalik biz har bitta personajimizni ko'rsatyapmiz. Bu personajni bizlar ko'rganmiz. Dальше yangi personaj. Qanaqadir hodisa bu yerda paydo bo'lyapti. Yangi personaj. Bu personajga bizlar qaytdik, eshakka bizlar qaytdik. Yana Vibbex. E'tibor bering, agar bu yerda bizlar umuman полный personajlardan iborat qismlarni qo'ygan paytimizda Lola esimizdan chiqib ketar edi. Hatto mana bunaqa struktura ham ishlashi mumkin edi. Shuning uchun Lolani esimizdan chiqarmasligimiz uchun bizlar bu yerda o'rtasida Lolani qo'yib qo'ydik. Bu yerda personajlarni ko'rsatish vaqtimiz 10 sekund, bu yerda personaj ko'rsatishimiz vaqtimiz 8 sekund. Taxminan mana bunaqa vaqtlardan foydalangan. Dальше bu yerda bizlar yana personajni ko'rsatyapmiz. E'tibor bering, har xil odamlarni ko'rsatgan paytida ularni ko'rsatgan hajmlari средний, второй средний, первый средний, второй средний, первый средний. Sokolovning, Kulishovning montaj metodlariga binoan
bunaqa kesilishlar noqulay kesilish. Lekin bu har xil odam. Har xil odam bo'lganligi uchun siz podryad первый средний qo'ysangiz bo'ladi. Har xil odam. Sokolovning, Kulishovning mana bu 10 ta qulay metodlari bitta odam va bitta lokatsiya uchun ishlaydi. Ikkita har xil odam bo'layotgan bo'lsa, bu prinsiplar farqi yo'q. Boshqatdan, qaytadan qilishingiz mumkin. Podryad крупный planlarni qo'yishingiz mumkin. Podryad общий planlarni qo'yishingiz mumkin. Agar har xil lokatsiyalar bo'layotgan bo'lsa. Shuning uchun qanaqadir kinoni ko'rgan paytingizda birinchi o'ylab ko'ring, o'zingizga bu narsa yoqyaptimi, yaxshi ko'rinyaptimi ko'zingizga. Undan keyin analiz qilishni boshlang. Shuning uchun bu yerda podryad средний planlar normal ko'rinyapti. Да, bu yerda общий план и дальше средний, лола средний, общий лола. Bu normal. Mana bu первый среднийdan bizlar общийga o'tyapmiz. Bu noqulay kesilish, lekin bu noqulay kesilish klipoviy montajimizda mana shunaqa qilib qo'yilgan, urg'u berilgan spesialni. Ko'rasizmi, mana bu lolaning harakati bizning esimizda qolyapti va shuning uchun mana bunaqa urg'uli kesilishlardan foydalanish normal holat. Yangi personaj. Bu yerda biz rivojlanganimiz uchun kadrlarning davomiyligi qisqa bo'layapti. Qo'shiqga qarab. Tarararararara. Tarararararara. Bam. Bu narsa qanday qilib qilingan? Speed ramp. Pikapi. Taxminan mana shunaqa mishqaviy video bo'ldi. Qo'shiq menga yoqdi. Qo'shiqning o'zi, исполнение qo'shiq вообще zo'r. Alina Pyaza, как всегда, в своем репертуаре. Zo'r ish. Mana strukturani bizlar ko'rdik. Mana bu joyi. Endi ma'no bo'yicha yana qaytaraman, har bitta odam bu yerda qanaqadir yangi narsani o'zi uchun olishi mumkin. Bu montaj, bu razbor aynan montaj razbori bo'ldi. Menga klip yoqdi. Menga ish yoqdi. Juda насыщенный, juda har bitta sahna qanaqadir ma'nosi bor. Hammaga rahmat. Keyingi video nima haqida bo'lishini izohlarda qoldiring va bu klip bo'yicha o'z fikringizni ham qoldiring. Kommentariyangizni o'qib chiqaman. Keyingi videogacha ko'rishguncha xayr. Endi odatdagidek Hammani o'ylab borayapman har xil o'ylarga. Go'yoki hammada bitta orzu, bir xil niyatlar. Hammadan katta, hammadan oldinda. Hammada bitta, lekin ko'proq bo'lsa bittada.